Qabristonga yurdim. Qabr yonidan mana o'tib ketayotgan ekanda. Bu ilon emas, bu shu kalta kesakka o'xshaydigan narsada. Ilon deyilmaydi, hozir tilimga ham kiymadi. Nomi ham nimadir edi. Xullas nima deydi? Endi qabrga o'sha azob farishtalar ilon ko'rinishiga keladi deydi-ki, yo'g'onligi, qalinligi tuyani bo'ynidek qalinlikka bo'ladi. Endi tasavvur qiling, tuyani bo'yni qancha razmerga, shunaqangi bir qalinlikka bo'lgandan keyin endi uni azobi qanaqa bo'ladi? Endi Xudo bilguvchi, Alloh o'zi asrasin shu qabr azobidan. Yoshlikka qabristonga yuraydi, o'tib yuraydim, qabrlar ichidan. Mana shu qabriston ichidan o'tib qo'ylarga, mollarga o'tiraydik. Oldimdan juda ko'p chiqib qolaydi. O'tirayotgan paytda chiqib oldimdan chiqib qoladi. Bundoq nima bilan, o'roq bilan sur yorib, yana urib ketaveraydik. Endi paytlar shunaqa edi. Hozir menimcha bilmayman, qabristonda o'tirilarmi, qaralarmi? Bilmayman, shunaqa qilib shu nimadan qo'rqasan degan joy bo'ladi. Baribir odam va'dadan qo'rqish kerak-ku. O'limdan qo'rqib bo'lmay, baribir o'lasiz. Qo'rqsangiz, qo'rqmasangiz. Bitta qo'rqayotganim men yana ham bilmam, shu qabrdan qo'rqaman-da. Sababi hamma joyga odam, atrofga odam bo'ladi-da. Jannatgami, tavba qildim, jahannamgami, yo so'roq nima paytimi, qiyomat paytimi, baribir odam, insoniyat bo'ladi-da atrofingizga. Lekin qabrga bir o'zi bo'ladi. Shundan qo'rqaman-da. Xudo saqlasin. Oson qilsin hammani. Savol javobini. Kimlar yotgani yo'q qabristonga, kimlar yo'q, hamma. Bizda ham qarindosh urug'lar shegada, yonimizga qabriston. Shu sinimni ham yoshligiga o'zim ko'mgandim, hozir kirib qabrga qaradim-da. Shunaqa qilib yaqinlarimizga yoz balla aytaman-da. Ana meni ham shu daraxtdan biron joydan joy qilib qo'yasizlar, menga ham shu qarindoshlar shega hammamiz bir joyga yotaylik deyman-da. Bu ham shundoq deb aytadilar, Xudo rahmat. Shunaqa qabristonlarni ziyorat qilib turish kerak deydi, zero u o'limni eslatadi deydi. Hozir bilasizki, tirikchilik qilaman deb musobaqa qilyapmiz. Kim o'zariga hamma ishlayapti, nimadirlarga erishamiz deb. Lekin hozir bizning davrimiz, hozir tirik odamlar bizning davrimiz. Biz nimadir qoldirishimiz kerak, to'g'ri? Faqat o'y bilan moshin emaski. Shuni umidiy harakat qilamiz. Xudo xolasa qani, nasib qilsa biz ham shu Shahrisabzga nimadir qoldiramiz o'zimizdan. Yashab tursak albatta. Endi hali bu darajaga bo'lganimiz yo'q, boramiz endi. Jonlaring sog' bo'lsin, o'zlaringni, yaqinlaringni ehtiyot qiling.